Biz muqaddas kitobni o'rganib, imonga kelganda, ilohiy nazariya yoki tizimni o'rganishga intilmaymiz. Najot haqida to'g'ri tushuncha olishga intilmayapmizmi? Otaning davrida Xudo Yahova ismini, Ogilning davrida esa Iso ismini ishlatgan. Muqaddas ruhning davrida bu yerga Masih Ansanxonning yangi ismi bilan keldi. U nimani o'rnatish kerak? U Sionni qayta qurishi bashorat qilingan. Bu bajarilishi kerak. Xudo Sionni o'rnatadi deb yozilgan ekan, Sion ham albatta o'rnatiladi. Keling, Miho 4-bob 1-oyatga murojaat qilib, Sionning o'rnatilishi haqidagi bashoratni ko'rib chiqaylik. Shunday kunlar keladiki, egamizning uyi turgan tog'-tog'larning eng yuksagi bo'lib qaror topadi. Bu tog' hammasidan ham baland bo'ladi. Xalqlar u yerga daryoday oqib keladi. Oxirgi kunlarda odamlar oqib keladigan joy bo'ladi. 2-oyat. Ko'plab ellar keladi. Ular shunday deb aytadi: "Qani, yuringlar. Chiqaylik egamizning tog'iga. Boraylik Yoqubning Xudosi uyiga. Toki u bizga o'rgatsin o'zining yo'llarini." Bu qachon sodir bo'ladi? Oxirgi kunlarda. Kim kelib bizga ta'lim beradi? Xudo. Qaysi tog'da? Toki yuraylik bizlar uning so'qmoqlaridan. Axir egamizning kalomi kelib chiqar Quddusdan, ha, Xudoning ta'limoti kelib chiqar Siondan. Oxirgi kunlarda Xudo bizga o'z qonunini egamizning tog'ida, ya'ni Sion tog'ida o'rgatishi yozilgan. Sion bayramlar orqali tashkil etilgan ruhiy joydir. Xo'sh, Xudoning bayramlarini qaysi jamoat nishonlaydi? Avval buni tasdiqlashimiz kerak. Qaysi jamoat 3 davrdagi 7 bayramga va haftalik shabbat kuniga rioya qiladi? Bu butun jahon missiyasi jamiyati Xudoning jamoati. Dunyo bo'ylab soxta masihlar va soxta payg'ambarlar chiqsa-da, Xudoning muqaddas kitobdagi bashorati doim amalga oshadi. Sionni shabbat kuni va Fisix bayrami bilan o'rnatgan kimdir bormi? Agar u Xudo bo'lsa, nima qilish kerak? U Sionni o'rnatish kerak. Sionni o'rnatgan Xudodir. Sionni o'rnatish uchun u yangi ahd bayramining haqiqatini olib kelishi kerak emasmidi? U qachon zohir bo'lishi kerak? U oxirgi kunlarda zohir bo'ladi. Matto 24-bobdagi bashoratni o'rganib, rok daraxti masali kimning kelishini o'rgatadi. Iso, bilingki, o'sha vaqt yaqinlashib qolgan, ostonangizda turibdi, dedi. 1948 yilda xushxabar eshigi ochiladi va bashoratga ko'ra, o'sha paytda ikkinchi bor keluvchi Masih 30 yoshga tolishi lozim. Buning uchun u qachon bu yer yuziga kelish kerak? 1948 da 30 yoshga tolishi uchun u 1918 da tugilgan bo'lishi kerak. Bu bashoratlarning barchasini birma-bir diqqat bilan o'rganishimiz kerak. Bizga yangi ahd Fisix bayramining haqiqatini o'rgatgan zot kim? Shabbat kuni va 7 bayramning haqiqatini 3 marta tiklagan zot kim? Buni bashoratlar orqali tasdiqlashimiz kerak. Bu bashoratlarni kim bajardi? Sionni barpo etgan Xudo Ansanxondir.